Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aslanboblik mo'min musulmon birodarlar hammalarni mana shu Idul Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Bugungi kurashimizni mana bayramimizga kun yoqqan hisobidan zalda kichikroq qilib o'tkazdik. Keyingi safar kattaroq qilib o'tkazamiz inshaalloh. Yana sponsorlarimiz bugun pul berib ulgurmayotgan sponsorlarimiz bor. Sovrinlarimizni yana oshirdi yarmini. Baholasa açık osmonda katta kurash qilamiz yana. Mana shu Qurbon bayramini hammalarni tabriklab yana bir bor. Bu Qurbon bayrami avvalo mana shu Ibrohim alayhisalomdan boshlangan qurbonlik sunnati. Bu bayram nafaqat bu insonlar qo'y so'yib, mol so'yib, jonliq so'yib qurbonlik qilish. Qolaversa Alloh taologa o'zini jonini, molini qurbon qilishligini bir asos ko'rinishi. Mana shu bayramni haqiqiy bayram qilib, chin dildan o'tkazishinglarni tilakdoshman. Bizni bugungi bayramimizda shuncha yoshlarga bayram ulashib, homiylik qilib, bayramda kurash qilinglar deb pul bergan aka-ukalarimizdan ham Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Alloh taolo bu aka-ukalarimizni birini 10, 10'ini 1000, 1000'ini 100 qilib qaytarib bersin. Alloh taolodan shuni so'rab qolamiz. Keyingi Qurbon hayitlariga bundan ham katta tomoshalarni o'tkazishni nasib qilsin. Inshaalloh bugun mana yog'ingarchilik bo'lgan hisobidan ichkarida o'tkazib qoldik. Kishnalar bo'lib qoldi. Keyingisida Xudo xolasa katta qilib ochiq osmonda o'tkazamiz yaqin arada mana shu iyun oyida. Xudo xolasa sovrinlarimizni oshirib qoldik. Bugun jini ozroq kishnalar qildik. Hamma mana shu hissasini qo'shganlarga rahmat. Alloh taolo har bir mo'min musulmonlarni iymonini salomat qilsin. İbrahim alayhisalom ko'rsatib o'rgatib ketgan mana shu qurbonlik sunnatiga hamma amal qilishligi, nafaqat bu moli jonimon, butun borlig'imon Alloh taolo qurbat hosil qilish uchun qurbonlik qilishligini hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo aytadi, bu go'shtni na bir tutuni, na bir go'shi yetadi menga deydi. Sizlardan bo'lgan bu taqvoilar menga deydi. Taqvoilarni baholayman deydi Alloh taolo. İnşallah her bir mo'min musulmon shunday Alloh buyurganday taqvo qilishligini hammamizga nasib qilsin. Amin. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammad Habibulloh. İbrahim paygamarga 95 yıl bitkenni, ulanı İsmail'da 13 yılga yetkenni. Bir gece yuhusunda İbrahim bir tuş görgen, ulanın İsmail'ni kurban soydep bildirgen. İkinci gecede de Allah'tan buyruk bolgan, aziz bolgan İsmail men uchun bolsun kurban. Uch kerin artartından şu kuyunne görüngen. Son İbrahim oylaşıp haktan ekenin bilgen. Şu zamanla toqtaşıp Hajarga buyruk etken. İsmail'ni üstüne yanı zat giydir degen. Çarlap bıçağın salıp uzunu arkanına algan. Ekisini ongarıp yançığına da salgan. Hajar hazırlep onu başın çaçına tarap. Acayip bolgan halda soradı o qarab. Bulay hazırlık görüp netme turasız dedi. Ne muratga çıgasız, kayda barasız enni.
İbrahim'le Hajar'a kırğa barabız dedi. İki yaklı aylanıp konak bolabız dedi. İbrahim razı oldu, ne zat gelse Allah'tan. Son ikisi de çıkıp yürü geller Makka'dan. Yaratılgandan berli iblis dünyaya çıkıp, şu gün yemik bir günne aylanmağan kanı. Maş küreşke savrun bergen hamma akçilerimizde Allah Taala tapkalarga baraka bersin. Hammalarni yana bir hayit ile muborak bo'lsin. Yana bunday katta-katta kurashlarni o'tkazishni nasib qilsin hammaga. Alloh